Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Charchayapsizlarmi? Mana bugun biz yana baliq ovdamiz. 10-iyul keldik. Joylashish harakati. To'tga inshirib, hozir bu yerda jo'xori qo'yib yubordik boqishga. Bu yerda 3 ta tomondan suv kelar ekan. Bu yoq o'ng tarafdan kiruverish bor. To'g'rida protok, Zolotoy mostga chiqib ketadigan protok. Bu yoq tarafi yana ketdi suv. Bu yerda suv aylanar ekan. Shunaqa joyga kelib joylashdik. Bu yoqlarni xudo xolisa mana bu joylarni yaxshilab boqib, xudo xolisa tutib ko'ramiz. Joylashish harakati. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana sekin lotkalarni ishtirib harakat qilamiz xudo xolisa. Yaxshi joyga kelganmiz, yomon joy emas, zo'r joy. 3 tomonlama suv, qamish, xudo xolisa. Shunaqa bu yerda jo'xori qaynatyapmiz boqishga. Ozgina bug'doy ham aralashtirib yubordik. Qarmoqlarni tushirib sekin ochamiz. Bu yerda har xil bo'ylar bor. Stopurni ham tortib qo'ying tepaga. Pastgami? Aha, o'sha aniq bo'yla tarafga, papap tarafga. Bismillah. Chuqurlik qanaqa? O'rtacha 1 metr, 1,5 metr. Unaqa ko'p emas. 2 metr chiqmaydi. Qo'ng'iroqqa oling.
qaynoqmi? Namroq qol. Eritdi. Ani o'zini olishimiz kerak. Biz joyimizni o'zgartirdik, yo'da o'tirdik bo'lmadi. Kechasi shomda ham bo'lmadi, kechasi bilan ham bo'lmadi, bomdodda ham bo'lmadi. Kelgan joyimizni o'zgartirdik. Dukur kanaliga keldik hozir. Hozir biz ham jo'xor qaynatamiz, boqamiz, xudo xolasa. Mana o'sha qarmolarimizni tashab qo'ydik. Bo'tga nimalar ildi? Bo'tga anis ildi 14 li. Chesnok ham ildik. Xudo xolasa endi ko'ramiz, qaysi biriga natija bo'ladi. Mana joyga joylashib oldik. Hozir bitta zaki dushga ham tashab qo'yamiz. Karpaviklar soldatga o'xshab terilib turishibdi. Kalxatmi bu, nima bu? Xo'p, jo'xori bilan boqdik. Endi prikormkalardan mix qilib, aralashtirib, yana sharik shaklida dumaloq qilib boqishga tashlaymiz. U ba'lular ham ancha hayron qoladi hozir. U ziyofatga kelib qoldik deb o'ylaydi hozir. Rangini qaranglar mana. Hidi nima deyapti hidi?